Hammasi mana shu 5 yillik dazmolim buzilishidan boshlandi. Hammasi yaxshilikka deb o'zim uchun avvalroq firmasidan dazmol zakaz qildim. Raspakovka chek. Buni endi xotirlar bilan ochib qo'yamiz. Mana, xuddi shunaqa rangda dazmolimizning ko'rinishi. Ichidan o'zini shunaqa kitobchalar chiqdi. Ayda tavoyjan bu. Ichidan o'zini shunaqa kitobchalar va o'zini shunaqa tavoyjan chiqdi. Mana. Dazmolim shunaqa ko'rinishda bo'lar ekan. Tortsak bo'lmaydi. Mana bu joyini tortamiz shunda. Mana. Qorlari, suv ketganlari. Suvni shu joyga to'ldirar ekan. Minimalni, maksimalni 1,5 gacha ichiga to'ldirsak bo'ladi. Xo'p, suv to'ldirilgan joyini shu yerga tortsak chiqar ekan. Mana. Suvni to'ldirganimizdan keyin joyiga joylab qo'ysak bo'ladi. Instruksiyasida hammasi birin-ketin tushuntirilgan. Masalan, mana 12 raqamga qarasak, ta'minot kabeli, vilka bilan 13-chi bu yoqish o'chirish tugmasi. Dazmolimizning orqasida yoqish o'chirish tugmasini yoqdik, o'ssak o'chirdik. Eng qulay tomonlardan bittasi uskuna uchun oddiy kran suvidan foydalanish mumkin. Dazmolimizni yoqib ishlatib ko'ramiz. Mana dazmolimiz yondi. Dazmolimiz ishlashni boshladi. Bu yerda esa issiqlikning regulirovkasi.